Hammaga salom. Sizlar bilan yana 7 planet uz kanali. Barchamiz Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi nomli filmni tomosha qilganmiz. Aslida bu film ilk bora Chorniy Perchatki, ya'ni qora qo'lqoplar nomi ostida tomoshabinlarga havola etilgan. Oradan juda qisqa vaqt o'tgach, kino nomi Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi nomiga aylantirilgan va u yerdagi bir necha kadrlar kesib tashlangan. Biz bugun ushbu filmdan olib tashlangan kadrlarni e'tiboringizga havola etamiz. Shuningdek, video davomida filmning nomi nima uchun o'zgartirilganini ham bilib olasiz. Demak, uzoq cho'zib o'tirmay boshladik. Aslida bu film sho'rikning ayolni bag'riga bosishi va ularning qora mushugining "Chao" deb xayrlashishi bilan emas, Miloslavskining militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinishi bilan yakun topgan. Miloslavskini qo'lga olinglar deb baqirishgach, qahramonimiz oyog'ini qo'lga olgancha qochadi va telefon budkasiga yashirinadi. Militsiya xodimlari boshqa yerlarni izlash bilan band bo'lgan vaqtda Miloslavski telefon budkasidan go'yo xavfdan xalos bo'lgandek chiqib, daryo tramvayiga o'tiradi. So'ng qahramonimiz uning ikki yonida o'tirgan qizlardan biriga shilqimona tabassum qiladi. Daryo ko'prigidan o'tgach esa militsiya xodimlari paydo bo'ladi. Ular Miloslavskiga istehzoli tabassum qiladi va shu zaylda Miloslavski qo'lga olinishi bilan film yakunlanadi. Ammo keyinchalik Gayday Miloslavskini militsiya xodimlari qo'lga olishi adolatli emas. Tomoshabinlar uni yoqtirib qolishdi. Agar u qo'lga tushsa, tomoshabinlarda militsiyaga nisbatan nafrat uyg'onadi deb hisoblab, bu epizodni kino tasmalaridan qirqib tashlaydi. Shuningdek, Gayday kino davomida o'zi o'ylab topgan ayrim sahnalarni ham tomoshabinga unchalik manzur bo'lmaydi deb hisoblaydi va kino syujetini o'zgartiradi. Masalan, Bunchi va Miloslavski saroy soqchilari tomonidan qo'llanayotgan epizodlardan birida Miloslavski og'zidagi sigaret tutuni bilan soqchilarni qo'rqitmoqchi bo'ladi. Ammo soqchi qo'rqmagach, Buncha kelib soqchiga bor ovozda baqiradi va soqchi qo'rqqandan hushidan ketadi. Shuningdek, soqchilar taqibi vaqtida Bunchaga nayza sanchilib qoladi. Buncha bu nayzani tanasidan sug'urib, soqchilarga qarab uloqtiradi hamda ulardan birini yaralaydi. Ana endi kinoning dastlabki nomlanishiga sabab bo'lgan qora qo'lqoplar epizodiga o'tamiz. Miloslavski Shipakni xonadonini o'marish uchun liftdan ko'tariladi va juda ham ehtiyotkorlik bilan podyezdni tekshirgach, jinoyatdan barmoq izlarini yashirish uchun qo'llariga qora qo'lqoplarni kiyadi. Ammo kino ommaga namoyish qilingach, ushbu sahnalar keyinchalik olib tashlanadi. Bunga sabab Miloslavski liftdan chiqqan paytda lift eshiklari avtomatik ravishda yopiladi va eshik yopilishidan chiqqan ovozdan cho'chib, Miloslavski darhol orqasiga, ya'ni liftga qaraydi. Gayday va prodyuserlar nahotki Miloslavskidagi uchiga chiqqan o'g'rilar oddiygina lift eshigi yopilishidan cho'chsa, axir liftdan bir o'zi tepaga ko'tarilgandi. Lift ichida undan boshqa hech kim yo'qligini bilgandi-ku, deyishadi va bu sahnadan ham voz kechib qo'ya qolishadi. Kvartiraga kirgach, Bibi Maryam ikkovlasini o'g'irlashdan oldin ham qahramonimiz yana qora qo'lqoplarni kiyadi. Bu sahna xristian dini taqvodorlari va hukumat o'rtasida fitna uyushtirilishiga olib kelishi mumkinligidan cho'chigan Gayday ushbu epizoddan voz kechishga majbur bo'ladi. Yana ushbu film haqida to'xtaladigan bo'lsak, dastlab Ivan Vasilyevich roliga Yuriy Nikulin taklif qilinadi.
Nikulin o'sha vaqtda sirkda ishi ko'pligini ro'kach qilib, bu rolga ko'nmaydi. Lekin yana kimlardir Nikulin bu film mo'may daromad olib kelishga ko'zi yetmagan, shu sabab ushbu roldan bosh tortgan deb ham aytishadi. Miloslavskiy roliga esa dastlab ko'pchiligimizga Brilliant qo'llar filmi orqali tanish bo'lgan Andrey Mironov chaqirilgan. Umuman, kinokasting davomida bu rolni yana 4 nafar taniqli aktyorlar ijro etib ko'rishadi. Ammo yakunda o'g'ri Miloslavskiy roli faqat Leonid Kuravlyovga yarashdi deb hisoblashadi va bosh rolga olishadi. Filmda nafaqat epizodlar kesib tashlangan, shuningdek ayrim jumlalar ham keyinchalik boshqa jumlalarga almashtirilgan. Masalan, shoh tushligi vaqtida Punsha Miloslavskiydan "Ey, shoshma, pulini kim to'laydi?" deb so'raydi. Shunda Miloslavskiy avvalgi kino versiyalarida xalq to'laydi deb aytadi. Ammo Gayday qanday siyosiy ildizga bolta urganini darhol tushunib yetadi va ushbu epizodni har holda biz emas so'zi bilan almashtiradi. To'xta, bu ziyofatga misolga chiqimini kim to'laydi? Har holda biz emas. Darvoqe, Bunshaning shved elchisiga Gitler kaput so'zi ham dastlab tinchlik, do'stlik deb aytilgandi. Bir narsa desangchi, qara jon kuydirishini. Gitler kaput. Davom eting, mister elchi. Biz hamma gapingizga qo'shilamiz. Shuningdek, militsiyalar haqiqiy shoh Grozniydan yashash joyingiz deb so'rashganda, kinoning original variantida Moskva, Kreml deb aytadi. Keyinroq Gaydar bu so'zlarni koshona deb almashtirgan. Turar joyingiz? Koshona. Qanaqa koshona? Adresingizni ayting. So'nggi ma'lumot sifatida shuni aytamizki, Kavkaz asirasi, operatsiyasi, Brilliant qo'llar kabi filmlari misli ko'rilmagan muvaffaqiyat qozongach, Gayday biroz dam olishga qaror qiladi. Ammo hukumat undan yana film olishni talab qiladi va rejissor noiloj ushbu filmni olishga majbur bo'ladi. Kino tanqidchilar ushbu film yuzasidan faqatgina 2 epizoddagina salbiy element topishgan xolos. Ulardan biri Miloslavskiy o'g'ri bo'la turib vatan haqida, hattoki o'zini patriotdek tutgan Damkon Bunshadan ham ko'proq qayg'urganini, yurtning bir qarish yerini shved elchilaridan juda ham kuchli himoya qilganini aytib o'tishadi. Bir qarshi qonundan kechik hukmdor, bir og'iz so'z aytay. U itdan tarqagan nima qilyapsan? Davlat yer suvini tarqasan-ku. Unaqada bir qarish yerga zor bo'lasan. Ikkinchi tanqid esa cherkov rohibi o'zini agressiv tarzda tutgan deb aytilgan. Qo'shinlar bosh ko'tardi. Aytishlaricha, shoh shohda ekan. Darvoqe, o'g'ri Miloslavskiy shved elchisiga ruchka bergan paytda shved elchisi bejiz ruchkani ko'rib hayratlanmagan. Sababi ruchka aylantirilganda u yerda yarim yalang'och ayolning kartinasi paydo bo'lgan edi. Shu sabab shved elchisi buni ko'rib hayratdan yoqa ushlaydi. Azizlar, agar siz ham ushbu filmni sevib tomosha qilgan bo'lsangiz, videoga like bosing va kommentariyada ushbu film haqida yana nimalarni bilishingizni yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.